Voy, bugun juda ham ko'p uxlab yuborman shekilli. Turish kerak bo'lmasa hozir mer kotlet qiladi, ya'ni kotlet emas, amal aytmay qo'yaveray. Aytgancha, hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan yuraman o'sha Krif. Mana yangi videorolikga xush kelibsiz bo'ladi. Xullas bo'laman hozir men o'zlar ko'rib turganlardek uyqudan turdim. To'g'risi batan tarbiya qilamiz endi bular. Chaqib tashimizda qani bo'ldi o'zingizga o'tirib turamiz bir unda aytib bo'lib bir 10 minut o'tirib turaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo'ldi kattaman. Короче, так bo'lish shunaqa ulov kayfiyatda endi bo'laman pozdagi ishimni qilishim kerak. Bilasizlar, albatta sizlar bo'lar videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Короче, bo'laman endi tashqariga pozdagi ishimga chiqishim kerak. Bo'lmasa esa bo'lar mer oyligimizni uzib tashlaydi va undan keyin tamom bo'lar. Cho'ta mana cho'ta qorong'u bo'lib turibdi. Quyosh bugun cho'ta oppoqmi yo? Yo'q, quyosh oq, lekin cho'ta qorong'u. Mayli bo'lar pozda. Yana what the fuck? Bu nima bo'ldi? Tushunmadim bu. Kimning ishi bu? Bu kattaligida bu uylarni. Xo'p, nima bu? Nima вообще ilondek bo'lyapti? Bolalar cho'ta Minecraft bug bo'ldi o'zi. Tak bitta chaklarni mana buni qilib bo'lmaydi. Buni kattaligini bu yerda o'z bo'la merga borib gaplashish kerak. Mer uydamkin, mer uyda yaxshi tezroq. Mana uyni ham dabdalasini chiqaribdi. O'z mer assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kirib yaxshimi oldingmi? Yaxshimi oldimi? Mer mana nima bo'ldi? Bu meni yangi domim tanish. Dom? Yo'q, kvartiraga qarashlar. Endigidan buyon men yana pul ishlab qo'ylar, shunaqa katta kvartira qurdirdim. Endi bunda sizlar pul to'lab yashasanglar bo'ladi. Lekin men mana uylarni qarang, dabdalasi chiqib ketibdi. Endi bu uyni men o'zim qurmadim-da. Kim qurdi? Adminga qurdirdim. Admin bilasan, koordinatalar bilan ishlaydi. O'sha uchun koordinatalar ozgina bilsam, endi qator bo'ladi, juda ham katta uy. Lekin vayron qilibsiz mana uyni. Uyni to'g'rilab beraman. Lekin mer bu nima kvartirani nimaga ijaraga beraman deydingizmi? Ijaraga bermay mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Yaxshi mer, yaxshi o'ylabsiz, lekin bu yerda vaqti ko'p-ku. Boshqa qishloqlar ham chaqiramizda. Yaxshi mer, unda bo'lsa ishlarimni qilib olay. Tezroq qilib ber. Xo'p, ishlarimni tezroq qilib bo'lam, merga pozdagi narsalarni berish kerak, lekin buni kattaligiga qaranglar bo'ldi. Menimcha bunda qishloqlar yashayotgan bo'lsa kerak, endi bilmadim. Bo'la, aytgancha bo'la, mana bu kimning uyi bilasizlarmi? Bu bo'la Zaynab bilan Gulmurodni. Kim taniydi bo'la Zaynab bilan Gulmurodni? Albatta iltimos, tanisanglar, iltimos bo'la. Kommentariyaga o'tib, men Zaynab bilan Gulmurodni taniyman deb yozib qoldiringlar, iltimos bo'la. Men juda ham xursand bo'laman agarda tanisanglar, sabab bo'la agarda bularni tanisanglar, men keyingi videoda nima bo'ladi? Bundan oldingi videolarni ko'rganlarni bilaman deb bo'la. Yaxshi bo'ladi. Oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, demak meni oldindan tomosha qilib, mazza qilib kuzatib kelayotganlarni bilaman. Shuning uchun albatta bo'la yozib qoldiringlar va men to'g'risam juda ham xursand qildinglar meni. Tak, desa bo'la bularni hammasini yaxshilab terib olamiz. Zaynab bilan Gulmurod qayerda ketdi bilmadimmi? Bo'la yana bitta odam bor edi, bilasizlar, Murod aka. Вообще alkash edi, bilmadim u qayerga ketdi hozir. Bilmadim bo'la, lekin elektrikada qishloqda ana bu 300 buni tashamaylik, buni kelinglar. Men chekkiga tashab qo'ymasa bo'lmaydi. Bo'la. Короче, tak u elektrik qayerga ketdi bilmadim-ku. Mayli bo'la. U yo'qni hozir merdan so'rab ko'rish kerak. Tak mer короче mana narsani olib keldim. Bu lozimga beraver. Mer oldingi 300 voltlik tok rejasi nima bo'ldi? U elektrik qamalib ketdi. Qamalib ketdi nimaga? Ichib olib mashina haydagan, keyin bittasini urib olgan, tushundingmi? Necha yilga qamaldi? 3 yilga. Bo'la Murod aka qamalib ketdi-yu. Bo'la, lekin menga juda ham yuqoridan ham kallas katta, вообще menga yoqar, lekin bo'la. Stop. Davaydi bo'la, mana bu kvartirani o'z narxini so'rab ko'ramiz. Mer uzr ishingizni bo'laverdim. Yo'q, bu ishim yo'q. Shizmi? Короче, mana bu bitta kvartiraning narxi necha pul? Bitta kvartiraning narxi $300.
300 arzon ekan u. Da arzon. Voy bo'la короче ko'ziman shu yerga bitta o'zimni, xullas domimni qurmoqchiman. Ya'ni bittasini tanlab remont qilmoqchiman. Undan oldin esa давайте bo'lib bitta kirib ko'ramiz va sizga ko'rsataman hozir. Nu давайте mayli bo'la qaranglar hozir. Birinchi pulni to'laymiz, undan keyin kirib o'zimizga kvartira tanlaymiz va undan keyin давайте bo'la hozir birinchi mebellar zakaz qilib qo'yamiz. Kelguncha nu maza qilib sizlar bilan obzor qilamiz. Tak bo'lib короче hozir bitta magazinga kirib narsadan zakaz qildirib qo'yaman. Tak. Mana bu narsa kerak bo'ladi menga. Mana bu narsa ham kerak bo'ladi. Xo'p, bo'la, xullas ko'ram, men hozirda hammasini terib zakaz qildirdim. Uni ozgina vaqtdan keyin keladi bo'la. Ungacha esa men asli o'zim bitta narsa qilmoqchi edim bo'la. Mana buni qo'yib ketay va bo'ldi. Endi esa bo'la mana bu yerdan pulni olib xullas $300 merga beraman. Qaranglar bo'la shu yig'ib kelayotgan pulim bor bu yerda vafshe ko'p. Sabab bitta mashina olmoqchiman. Tak endi esa bu yerni yaxshilab yopib ketamiz va bo'ldi. Hech kim ko'rmasligi kerak. Sabab bu yerdagi mana sekretli joyimni shuning tak boramizda bo'la merga to'laymiz endi pulni va o'zimizga bitta kvartira tanlab uni remont qilamiz. Mer короче mana $300 bitta kvartira olmoqchiman. Bo'ldi, qolgan saylab olaver. Bo'ldi, mer dushi. Tak endi esa bo'la kiramiz qanaqa ekan, chutdimkin yo'q, yomonmikin. Tak kirish ichki ikkita ekan, lekin mana bu yerdan cho'tib kirgim kelmayapti. Keyin mana bu yerdan kiramiz. Uy, lekin buni kattaligiga qaranglar, bo'la vafshe ko'p mehnat qilingan. Lekin bu mana bitta qishloq yaxshimisan? Yaxshi o'zing qalaysan. Kref yaxshi. Mana bu yerda nimaga eng birinchi kvartira olding? Savob, meni yuqorida ko'nglimangda. Juda yaxshi, lekin yaxshimi qilsan? Rahmat. Mayli bo'la, endi keyingilarni ko'ramiz. Tak mana bo'lmaydi, bu juda ham past. Men bo'la yuqoridan qilmoqchiman, sababi meni ko'nglim aynimaydi va juda ham chiroyli hamma yoq ko'rinib turadi. Shuning uchun yuqoridan qilmoqchiman. Mana bu yerda bitta qishloq. Qishloq yaxshimisan? Yaxshi. Palagat tushib ketaman. Qishloq yaxshimisan? Yaxshi, o'zing qalaysan? Yaxshiman. Buni zo'rligini zo'r qilsan o'sanaman. Da zo'r qildim, yo'qdimi? Da yo'qdi, vafshi cho'tdi. Tak endi esa bo'la qani men ko'ramiz va давайте endi qani ko'ramiz bo'la. Endi kimlar bor ekan bu yerda? Zaynab bilan Gurmol cho'ti bo'la bugun qishloqda ko'rmay. Qishloqsan bu yerda nima qilyapsan? Bu yerda men o'zimga sifat qurib oldim. Squat juda yaxshi, zo'r qilsan. Rahmat. Tak bo'la, endi mana bu eshiklarning ko'pligini bo'la. Давайте biz ham mana bu yerdan qursammikin. Qishloq yaxshimisan? Yaxshi, o'zing qalay? Yaxshi. Mana kvartirani sotib oldingmi? Yo'q, ikkita sotib oldim. Mana buni sotib oldim shunda. Bu ham meniki. Yo'q, bo'la qaraylar, ikkita xona. Bu yerda sen mazza qilib o'tirsa bo'lar, choy ichib va sizlarni qidirib yurdim. Zaynab, Gulmurod, yaxshimisizlar? Yaxshi, o'zing qalaysan? Yaxshi. Sizlar ham kvartira sotib oldilarmi? Da. Karta o'ynab o'tirsizlarmi? Stop, mana. Nima bo'ldi? Yo'zu, yutqizgan bu. Mana bilan qulay yo'q, qo'shilib bo'lmaydimi? Menimcha bo'la, endi bu yog'ini ko'rmasak ham bo'ladi. Mana bitta qishlog'i. Salom qishloq, yaxshimisan? Yaxshi, qarab jimsan. Da tinch o'tib ketay bo'la. Menimcha shu vaqtgacha zakaz kelgan bo'lishi kerak, hozir ko'ramiz bo'la. Qanaqa akkauntga kirib, bo'la, kelgan ekan. Mana bu yerdan bitta qishlog'i bo'lib kelgan ekan. Давайте mana bu yerga tushib ketaman. Bu yerga tushib ketmaydi, tag'in bu yerga tushsa bo'la, oyog'im sinishi aniq. Oyog'im sinishi garantiya bo'la, aniq emas. Endi esa bo'la tezroq tushib olishim kerak, sababim narsalarni olib kelib, xullas, zakazni hozir olib kelishim kerak bo'la. Qanaqa tezroq bo'lishim kerak. Bola xullas kelib mana zakazlar olib keldi va bularni men olib kelyapman. Juda ham yaxshi narsalar zakaz qildim. Mana kravat bor bizda, lampa bor, soat bor, turli xil narsalar bor. Bu palakat endi bu yerga qaytadan minish kerak edi. Bola, давайте bitta tez yo'li bormi kerak? Yo'q, menimcha bo'la kerak. Undan ko'ra Rosmin qo'ya qolamiz, sababi tag'in bo'la nimasi bo'ladi. Короче, bo'la erimaslik kerak. Agarda tag'in bo'la qisqa yo'lni topaman deb yiqilib tushsam bu yerdan, lekin tirik qolmasligim aniq bo'ladi. Minish kerak. Palakat kattaligini sal kichkinaroq qilib qo'ysa bo'lmasmidi bu? Lekin bo'la, men to'rtincham hozir balkoni boridan qilmoqchiman, sababi balkonda bor qilsam plyus bo'ladi o'zimga. Shuning uchun balkonda bor. Yo'q, bu yer band ekan, balkon bor, lekin band bo'la. Bu yerda balkon yo'q, bu yerda ham ishma yo'q. Mana bu yerda balkon bor, lekin bu ham nimasi bo'ladi, allaqachon egallanib qo'ygan ekan. Bu yerdan menimcha bo'la balkon bordan qolmagan shekilli. Jitel balkon bordan qolmagan menga.
bilmadim, qidirib ko'r, qochibdir. Tak bola qara, menimcha balkon bordan boshqa qolmagan shekilli. Lekin bola menga balkon bordan qilish yo'q-da. Hozir bola qidirib ko'rish kerak balkon bordan. Nu balkon bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi bola. Tak, mana uy. Bu eshik bor, lekin balkon yo'q ekan bu yerda. Bola tushib ketay dedim. Tak, mana bu yerda ham eshitma yo'q. Hozir qidirib ko'rishim kerak, bola qidirib ko'rish kerak. Nu balkim topilib qolar. Tak, mana bu yerda ham eshitma yo'q bu yerda ham. Mayli bola, davay unaqa bo'lsa bir yuqoridan balkon yo'q bo'lsa ham yuqoridan qilamiz. Mayli bola, balkon bordan hammasi allaqachon nima so'radi, olib qo'ygan ekan barakat. Nu tezroq menga ertaroq men bola buni ertaroq bilganimda allaqachon balkon bordan qidirib olardim, lekin bugun juda ham kech turdim bola, sababi kecha juda ham kech uxladim, video oldim. Mayli bola, davay shu yerdan qilamiz. Tak, undan bo'lsa boshladik bola biza. Tak, endi mana bu yerga pechka, verstak va mana bu yerga sandiq qo'yib qo'yaman va normali ochilmaydi, hamma yo'qni bir bo'la qilamiz. Tak, endi esa bola kravat qo'yishim kerak. Stop. Bitta kravatmi? Bu bola stop, men bittasi qas qildirib. Bola bu, tushundim. Bola bu boyagi axir Zaynab bilan Gulmurodniki va menda tushib qolib, bola hozir buni qo'yib ketish kerak. Zaynab, Gulmurod mana bilan olinglar, jinnimizlar qo'yib ketish kerak bu yerga. Bu yerdan kartalarni ustiga qo'yib ketdim, juda ham yaxshi. Tak, endi esa bola bizaga mana bunaqa gul mana bu yerga qo'yamiz buni. Tak, mana bu yerga qo'yiladi va tak, yana bola mana bu yerda ikkita chiroq bor, buni ham qo'yamiz. Tak, mana qilib chutki bo'ldi menimcha. Yo'q, qo'yamiz va bo'ldi menimcha. Mana bu yerga esa soat qo'yib qo'yaman. Bola to'g'risi ham yaxshi chiqdi. Bu yaxshi chiqdi. Mana bu yerga hozir notebookni qo'yib kelib qo'ysam, lekin yo'q bola, notebook imda tura qolsa yana yaxshi, sababi agarda uyimdan haydab borishlari mumkin, o'shaning uchun favqulodda holat uchun bola bu yerga qo'yib qo'yapman bola. Menimcha bola yaxshi chiqdi, menimcha. Yaxshigina zo'r chiqdi. Endi esa barakat bu yerdan bola tushish kerak jenursin. Kelib bu yerdan tushmaysa, sababi mana bu yer bola karta o'ynab o'tirishibdi, yana bizsam yomon bo'ladi. Endi bola kichkina bolalar. Tak, endi esa tezroq bu yerdan tushish kerak. Jenursin, shu yerdan qaytib tushish. Bola, mayli, sabr. Tak, endi esa bu yerda yana bitta qishlog'i bor ekan. Tak, endi mana bu tarafga yursam, menimcha shundan keyin bu yerda chiqish bor bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Mana ekan bola, chiqish mana bu yerda menimcha. Hozir tushib ketishim kerak bola. Qishloqlar bormi-ki mana bu qavatda? Bilmadim, mana bu qatorda qishloqlar. Bu yerda hech qanaqa kvartira, ya'ni egallangan joy yo'q ekan bola. Mana bugungi videoda o'zlar ko'rishlar mumkin. Qishloqda shunaqa kattagina dom qurildi va men bola bu yerda bitta o'zimga dom oldim va u yerni remont qildim. Juda ham yaxshi bola. Endi mana kirkamni bo'lgan bola tushirib qoldirdim deb o'ylabman. Mayli bola, unaqa bo'lsa, barchaga xayr. Sizlar bilan yana men o'sha kirib qoldim. Albatta bola, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sababi men bola, qaranglar, mana bu narsani bilasizlarmi nima bola? Bu просто так video uchun edi. Ya'ni bola, men buni hammasini o'zim qurib chiqqanman. Qaranglar, buni kattaligini video uchun o'zim material bo'lsin deb qurib chiqqanman. Albatta video mavzui shunaqa edi. Albatta bola, shuncha mehnat uchun iltimos qilaman, videoni qo'yinglar. Qaranglar, bu juda ham katta. Buni qurish oson bo'lmadi. Iltimos bola, shuncha mehnat uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'yinglar bola. Mayli, endi esa men bola ichkari kirib, hozir yana damni olmoqchiman. Mana bu davayda bola, bir kun mana bu yuqoridagi o'zimni domda o'zimni damni olaman. Mayli bola, sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.